Balık bor deydi sizni. Hozir 120 ta uchar balig'im bor, malyotka balig'i. O'shunaqada. Endi 40 tasini go'shtga topshirib yubordim, 100 kilo bo'lgan, 7 milliondan. Kilosini. Ha. Uy turibdimi aka uy? Uy turibdi, Santa Barbara formasi qilgan 2 qavat 22 xonali uyda yashayman o'zimda. Professor Greg doktorning uyini sotib olgan vaqtida. Sotib olmadingizmi uyni? Yo'q, sotib $1 million so'rab keldi, nalogini boshlig'ida sot Alisher bankida. Men sotmayman dedim, nimaga sotar ekanman? Endi hamma sharoit bor, ariston bor, jakuzi bor. Filmda radio eshitib, dushda cho'mlamadi, plasmas kabina, jakuzida cho'mlamadim, radioda. Yana Otingiz ham bor ekan, ot. Otlar bor, 200 ta otim bor, ko'p qari chopadi, $300 ming. Yana 120 ta angus molim bor, keyin tovuq fermada 2000 ta indigim, 4000 ta tovuqim, 1000 ta bedanam borda. Vaqt $600 ming sotib olganman o'shta fermada. Sirtoshim shahar hokimi bo'ldi, Sirdaryo hokimi. Aksher eshaging roydan o'tdi-da, dedi, xabar ham olib kelmading-da, mendan aeroport sotib olaman degan. Qamoqda olib qo'yganman, qamashidan $20 million aeroport sotib olganman. Bu Farhod 5 ta militsiya bo'lib ishlaganda, o'rtaga tushib meni qutqarib oldi. Endi bir adashi bor qo'yganda deganda aeroport sotib olaman deb deganda $20 million. Balki $100 ming bilan chiqib ketdim, keyin Baxtiyor ekan. Kulib olmaysan aka. Ha, uyni sotmaysizmi? yo'q.